Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İkinci dersimiz sabır ve cezava. Sabır ve besabırlik. Allah subhanahu ve taolo odam bolasini yaratar ekan, uni sinovga, imtihonlarga, balolarga duchor qiladi. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni qaysi biringiz chiroyliroq amallarni qilishligini bilishligi uchun sizlarni baloga uchratadi, sinovga, imtihonga. Alloh tomonidan mana shunday sinovlar kelar ekan, insonlar ikki qismga bo'linib qoladi. Bir qismi sabirlar. Ular sabr qiladi. Alloh bergan shu kunga rozi bo'ladi. Yana bir qismi esa boshiga kelgan musibatdan jazoga tushadi. Norozi bo'ladi. Hatto ba'zilari yaratuvchisiga kofir ham bo'ladi. Odamlar ikkiga bo'lindi. Sabirlar va jazoga tushadiganlar. Bular ikkalasi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabirlarning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam balolandi. Aziyatlarga uchradilar. Varaqa ibn Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sizni qavmingiz yurtingizdan haydab chiqarayotganida qaniydi yosh yigit bo'lsam sizga yordam bergan bo'lardim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ava muhrijiyahum, ya hali meni qavmim yurtimdan haydab chiqaradimi? Varaqa ibn Nawfal payg'ambarimizga birinchi kundan ta'lim beryaptiki, siz olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa, albatta aziyatlarga uchragan, unga nisbatan dushmanlik qilingan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aziyatlarni har turlisiga uchradi. U zot sallallohu alayhi vasallam Makka da turar ekan, so'kishdi, urishdi, yuziga tupurishdi, ustiga ichak-chavolarni, hayvonlarning ichak-chavolarini tashlab qo'yishdi, toshlar bilan qo'lashdi, yolg'onchilikda ayblashdi, hatto qatl qilishlikkacha qasd qilishdi. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shunday bir qiyin, mashaqqatli kunlarida vahiy qildi. Astagfiru billah, wasbir wa ma sabruka illa billah va la tahzan alayhim va la taku fi ziqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ustingizga kelayotgan narsalarga sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Biz sabr bo'lishimiz uchun, ustimizga kelayotgan yengil og'ir kunlarga sabr qilishimiz uchun Allohning yordami kerak. Agar Alloh quvvat bermasa, hargiz sabr qila olmaymiz. Ularning ustida mahzun bo'lmang. Ularning makr hilalaridan siqilmang ham. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ustiga birodarlar, inson bolasining ustiga qanaqa bir mashaqqat, sinovlar kelishi mumkin bo'lsa, hammasi keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamma bolalari Fatima onamizdan tashqari Rasulullohning o'zidan avval vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 3 o'g'il, 4 qizi bo'lsa, mana shu 7 ta farzandidan 6 tasini Rasululloh ko'mdi. Bitta farzandi o'lsa inson qancha musibatga tushadi, qancha jazoga tushadi, qancha besabrlik qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 6 ta farzandini o'zi ko'mdi. O'g'illari balog'atga yetmasdan uchalasi ham vafot etdi. Mana shu emiziklik o'g'li Ibrohim vafot etganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Albatta qalb qayg'uradi, ko'z yoshlanadi, ammo biz faqatgina Robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Ey Ibrohim, biz sizdan ajralishdan mahzunmiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida bir ayolning farzandi vafot etdi. Farzandi vafot etdi. Haligi ayol farzandini qabrining ustida turib qattiq yig'lar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni oldidan o'tib qolib, "Ey Allohning bandasi, Allohdan taqvo qiling, sabr qiling" dedilar. Ayol kishi nima dedi? Rasulullohga nima deb javob berdi? Musibatning qattiqligidan nima deyotganini bilmasdan, "Meni tinch qo'ying, nari turing" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Rasululloh indamasdan ketdilar. Rasululloh o'tib ketganlaridan keyin odamlar, "Ey falonchi, senga voy bo'lsin. Rasulullohga nima deding hozir?" Hali ayol o'ziga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib uzr so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabr
musibatni birinchi zarbasi yetgan paytdagisi sabr dedilar. Otangiz o'lganda, bolangiz o'lganda, molingizni ajraganingizda birinchi marta xabari kelganda, shu paytda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deya olasiz, demak sabr qildingiz. Ha 1 yildan keyin, 6 oydan keyin o'z-o'zidan nima olasiz? Ko'nikib qolasiz bu narsaga. Innamas sabru inda sodmatil ula. Sabr haqiqiy sabr. Musibatni birinchi zarbasi kelgan paytda ko'rinadi. Musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabirlarga, jazabaga tushadiganlarga. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabr bandalar boshiga musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyshadi. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz. Ikkinchi toifa esa, jazabaga tushadigan toifa esa, ey Robbim, nima uchun bunday qilding? Qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim? Nima uchun ayni men? Kinolardan eshitamiz, ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deb qo'yadi. Agar seni qilayotgan gunohlaringga 10 tadan bittasiga 10 ta jazo berganida bir kun ham turmas eding. Sabr bilan jazoga tushadigan kishi hech qachon bular teng bo'lmaydi. Sabr bandalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah va bashshiris sobirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biror musibat kelganda, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sabirlarga xush xabar bering. Musibat kelgan paytda shu aytgan so'zni aytish kerak. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ikkinchi toifachi, bular haqida ham Alloh taolo xabar berdi. Jazoga tushadigan, besabrlar, Allohning qazosiga, taqdiriga norozi bo'ladiganlar. Innal insana xuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguvchidir. Mana ikki xil odam. Biri sabr qilyapti, ajr olyapti, biri jazoga tushyapti, gunohkor bo'lyapti. Hansa ismli ayol haqida eshitganmisizlar? Islomdan avval Hansaning Sahr ismli akasi vafot etdi. Jahiliyat davri. Akasidan ajraganligidan qayg'uga botib, jazoga tushib, tongdan kechgacha yig'lar edi. Albatta bu jazoba edi. Akasini o'limini eslab, marsiya o'qib, she'r o'qib shunday der edi. She'rining mazmuni quyidagicha edi. Kunni chiqishi menga sahrni eslatadi. Har kun botganda ham buni eslayman. Agar atrofimda akalari uchun yig'layotganlar ko'p bo'lmaganida edi, o'zimni aniq qatl qilgan bo'lar edim. Bu jahiliyatdagi ahvoli. Keyin bu ayol islomga kirdi. Islomi chiroyli bo'ldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrida Qodisiya ma'rakasi sodir bo'ldi. Hansaning 4 ta o'g'li mana shu ma'rakada qatnashdi. Ularning 4 tasi hali ma'raka nihoyasiga yetmasdan turib xabar keldi onaga. Ey Hansa, sizni 4 tala o'g'lingizni Alloh qabul qildi. Alloh ularni shahidlik bilan ikrom qildi. Jahiliyatda bitta akasi o'lgani uchun qancha yig'lab, qancha jazoga tushgan edi. Mana endi islomga kirganda 4 tala o'g'li bir kunda ketyapti. Yig'ladimi? Jazoga tushdimi? Norozi bo'ldimi? Nima dedi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. So'ngra aytdi, Robbim, ularni o'zingni dargohingda shahidlar qatorida qabul qilgin. Meni ham ular bilan birga naim jannatlarida jamlagin. Ana birodarlar, sabr. Bundan ortiq so'zni gapirgani yo'q. Hansaning sabri shunday bo'ldi. Hansani jahiliyatdagi davri bilan, holati bilan islomga kirgandagi holati teng bo'ldimi? Bu ikki holat teng bo'ladimi? Allazina idza asabatuhum musiba. Bu shunday zotlarki, qachon ularga musibat yetsa, ya'ni bir tabib bir bemoriga aytadiki, analiz qildik, tashxis qildik, takror tekshirdik, falon kasalga chalinibsiz dedi. Shunday odamlar bor, dod deydi, yig'laydi, norozi bo'ladi, tabibni la'natlaydi kerak bo'lsa va Robbisini taqdiriga norozi bo'ladi. Ey Robbim, nima uchun men deydi. Ammo solihlarchi boshiga musibat tushganda ular jazoga tushmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu u kishi betob bo'ldi va mana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi.
U kishini huzuriga kirganlar, tabib chaqiraylikmi sizga deyishganida Abu Bakr Siddiq tabib meni ko'rib ketdi. Odamlar nima dedi? Albatta men xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan, shunday deb aytdi dedi. Ya'ni o'lishligini bildi, jazobaga tushgani yo'q. Odam bolasi borki, birodarlar, ustiga musibat keladi. Tirik ekan, sinovlar keladi. Bundan hikmat nima? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishingizda sinashlik uchun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Alloh taolo Muhammad surasida marhamat qiladi. Albatta biz to sizlarning orangizda mol va jonlari bilan jihad qilguvchi va yaxshi yomon kunlarida sabr qiluvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz. Balo kelganda ayrim odamlar sobit bo'ladi, ayrimlari jazoga tushadi. Lekin ikkalasining ham boshiga musibat keldi. Ikkalasi teng bo'ladimi? Jazoga tushgan kishi Robbisining qazo qadariga e'tiroz bildirayotgan bo'ladi. Nima uchun bunday bo'ldi? Nima uchun zarar ko'rdim? Qanday qilib bu kasallikka uchradim? Qanday qilib men yaxshi ko'rgan inson vafot etdi? Norozi bo'ladi Allohning qazosiga. Umar ibn Xattob aytardi roziyallohu anhu, eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishligini ko'rdik. Eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishini ko'rdik. Kishi besabr bo'lar ekan, uni hayoti hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Jannatiylar jannatga kirganlarida ularni nima sabab bilan jannatga kirganligini Alloh taolo bayon qilib beryapti. Astagfirullah va jazahum bima sabaru jannatan va harira. Ularni sabr qanoatlari sababli jannat va jannatda egnilarida bo'ladigan ipak liboslar bilan mukofotladi. Nima sababdan kiribdi jannatga ular? Sabri tufayli. Qaysi sabri tufayli? Musibat kelganda, ko'yniga yoqmaydigan ish sodir bo'lganda, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb boshqa gap gapirmaydiganlar. Solih kishilardan biri aytadi, ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir shol odamni oldidan o'tib qoldim. Harakatdan to'xtagan, ko'zi ko'rmaydi. To'shagida yotib olib, haligi shol ikki ko'zi ko'r kishi aytayapti. Yaratgan ko'p bandalaridan meni afzal qilib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga hamdlar bo'lsin. Haligi solih kishi, "Ey falonchi, seni nima bilan afzal qildi? Axir shol bo'lsang, ikkala ko'zing ko'r bo'lsa, yana kambag'al faqir ekansan ham." U kishi aytdi, "Axir qalbim mo'min, tilim zokir emasmi? Qancha ko'zi ochiq, qancha oyog'i yuradigan odamlar bor, qalbi ko'r, tillari soqov." Siz bilan bizga har qancha musibat kelmasin, birodarlar, qalbimizda iymon bormi? Tilimiz Allohning zikridami? Buni oldida hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi. Mo'min odam uchun. Bir arobiya ayol bir uyni oldidan o'tib qoldi. Uydagilar dod-deb yig'layotgan edi. Nima bo'lyapti bu uyda? Nima yig'layapti ular? Aytishdi, bu hovlidagi bir kishi vafot etdi. Haligi sahroyi bo'lgan arobiya ayol ularning ishi Robbilariga e'tiroz bildirish u uning qazosidan norozi bo'lishdan boshqa narsa emas dedi. O'ldimi? O'ldi. Dod desang ham o'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun desang ham o'ldi. Sen mana shu musibatda sabrga ega bo'lsang ham, savobga ega bo'lsang ham o'ldi, jazoga tushib gunohkor bo'lsang ham o'ldi. Birodarlar, yig'lash mumkin. Ko'zda yoshlanishi, qalbni ezilishi insonning tabiatida bor narsa. Lekin nima mumkin emas? Dod solib yig'lashlik, kiyimlarni yirtishlik, yuzlarni tirnashlik, boshiga tuproq sochib, sochini yulishlik. Hadis qudusida Alloh azza va jalla aytadi: "Agar men mo'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam, so'ngra u sabr qilsa, Allohdan umid qilsa, uni mukofoti faqat jannat bo'ladi. Otangiz o'ldimi, onangiz o'ldimi, bolangiz o'ldimi, yaqiningiz o'ldimi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb Allohdan sabr umid qiling, Allohdan savob umid qiling. Sizning mukofotingiz faqat jannat bo'lishini Alloh taolo o'zi xabarini beryapti. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Idabtalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awwastuhu minhumal jannata."
Agar bir bandamni ikkala ko'zida imtihonga uchratsam, ya'ni ikkala ko'zini olib qo'ysam, balo olasam, ikkala ko'zini ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, bu ikkala ko'zini evaziga men jannatni beraman. Qarang, ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Dod desa ham ko'r bo'ldi, rozi bo'lsa ham ko'zi ko'r bo'ldi. Faqat bu yerda musibat kelgandan keyin inson o'zini nazorat qilishligi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytadi: sabrning iymon oldidagi manzilati xuddi boshning jasad oldidagi manzilati kabidir. Sabrni iymon oldidagi manzilati xuddi boshni jasad oldidagi manzilati kabidir. Boshni uzib tashlasa, jasad nima bo'ladi? Yasholmaydi. Kishida iymon bo'lsa-yu, agar sabr bo'lmaydigan bo'lsa, mana ayni shu holat bo'ladi. Besabrligimizning turi ko'p, birodarlar. Ishimiz yurishmasa besabrlik qilamiz. Issiq bo'lib kelsa besabrlik qilamiz. Na sovuqqa ko'nadirsan, na issiqqa xo'p deysan. Albatta shikoyat borda hayotimizda, to'g'rimi? Shikoyatsiz biror kunim o'tgan deb ayta olasizmi? O'zi sabr nima edi? Shikoyat qilmaslik edi. Shikoyatsiz kunimiz o'tganmi? Biron kunimiz. Biz shikoyatsiz kunimiz yo'q, birodarlar. Demak, sabrimiz ham oz ekan. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Voqea qissa. Bir kishi o'zi haqida hikoya qilib shunday deydi: ishim shaharda edi. Shaharda yashar edim. Ota-onam qishloqda, ularni ziyoratiga 2 kunda bir, 3 kunda bir borib turardim. Qishloq bilan shaharning o'rtasida bir necha soatlik yo'l bor edi. Ota-onamni ziyoratiga chiqib, farzandlarim bilan borib, ularning oldidan qaytib kelayotgan edik. Singlim ham bizga qo'shilib oldi. Singlim ham birga kelishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi. Ayolim, 2 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor edi. Hammamiz mashinada suhbatlashib ketar ekanmiz, kulishib borar ekanmiz. To'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi. Mashinamiz aylanib ketdi. Nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Bir necha lahzalar o'tdi. Ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi. Qizim shol bo'lib qoldi. Ayolimning boshiga zarba tekkan edi, hayot bilan o'lim orasida turibdi. Singlim esa komaga tushib qoldi. Bir lahzada. Tasavvur qilib ko'ring, ayoli, singlisi 3 ta bolasidan birdaniga ajrab qolishdi. Bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi. Yana musibatning kattaligini ko'ringki, farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti. Singlim va qizimning oldida shifoxonada uzoq o'tirdim. Lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi. Uyimga qaytib bordim, hovlidan ostonxolab kirdim, to'xtadim. Uyim bo'sh. Bolalarimning ovozlari va kulgularini eshitib turgandayman. Ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman. Ularning hammalari bordek, xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti. Ammo haqiqat bunday emas. Endi bu uyda qanday qilib yashayman? Shunday odamlar bor, birodarlar, ana musibat. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa ham ketdi ular. Jazavaga tushsa ham ketdi ular. Shunaqa odamlar bor. 3-4 chaqasini yo'qotib qo'ysa, o'zini tuta olmay qoladi, jazavaga tushadi. Mol safarga olib kelgan molidan foydasi ozroq bo'lib qolsa, o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Qo'lidagi ishchimidi, farzandimidi 3-4 so'mini zararga uchratib qo'yadigan bo'lsa, dunyoda ostin suqib tashlaydi. Mo'min odam shunday bo'ladimi? Birodarlar, Alloh panohida saqlasin. Bu kishining hikoyasi har bittamiz boshimizga kelib qolishi mumkin. Alloh xohlagan lahzada Alloh saqlasin. Lekin insonda boshiga yubtalal mar ala qadari dinihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kishi iymonidagi salobatga qarab, dinidagi salobatga qarab imtihonga uchraydi. Iymonida salobat, quvvat bo'lsa, imtihon shunga yarasha keladi. Va bashiris sobirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biron musibat kelganda, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchilarmiz deydigan sabirlarga xushxabar bering. Birodarlar, Allohning sinovi, musibati, balolari kelganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabir bandalar, jazobaga tushadigan bandalar. Sinov har xil bo'ladi. Qo'rquv, ochlik, kambag'allik, kasallik, yaqinlarning vafotlari. Oqil kishi
Mana shunday qalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda ikki og'iz so'zni aytishlik kerak. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz, o'zimiz ham, molimiz ham, hamma narsamiz Allohniki va inna ilayhi roji'un. Albatta uning huzuriga qaytib borguvchidirmiz. Agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, unga 3 ta mukofot bor. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguvchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlarga birinchisi Robbilari tomonidan salovat bor. Ikkinchisi Robbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti. Uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan, qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydigan solih bandalardan qilishni so'raymiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.